Mana assalomu alaykum podpisчиклар, sizlarga mana releli nasosni ko'rsatmoqchi edik. Shenji ishlayapti ekan, lekin suv chiqazmayapti. Buning uchun chuqlab kovlab ko'rish kerak emas, oddiy narsalardan boshlash kerak. Jumladan mana shu yerda setkasi bo'ladi, ochib ko'rish kerak. Yopilib qolgan bo'lishi mumkin, ichida suv bo'lmashi mumkin, havo tortib qolgan bo'lishi mumkin. Shunda bir chekasidan boshlaymiz. Mana 3 ochik. Ko'chadan suv kelgan, bu yoqqa kirgan. Mana tepadan aylanib o'tish funksiyasi ham bor ekan. Buni ochsa tepaga o'tib ketadi. Bunaqada suv chiqyapti, lekin nasos davleniya bermayapti. Hozir ko'ramiz nimadaligini, aybini. Mana podpisчиклар, aybi aniq. Mana mayadagi setka har xil o'simtalar bilan yopilib ketgan. Shuni hisob qilib torta olmayapti. Mana bunaqa o'tlar bilan yopilib ketgan. Hozir tozalaymiz, chatga ishlaydi. Mana bu yerini ochamiz, podpisчиклар bilan. Ochiladi. Keyin har bir nasos uchun aytada filtri bo'ladi, mana setkasi. Mana setkamiz yopilib qolibdi. Tozalaymiz, joyiga qo'yamiz, suv to'ldiramiz, ishlayveradi. Mana podpisчиклар, nasos ishlashni boshladi. Mana napor bilan suv tushyapti. Shuning uchun usta chaqirishga darrov usta chaqirmasdan o'zingiz ham harakat qilib ko'ring. Oddiy narsalar bo'ladi. Salomat bo'ling.